Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Sakuro Boys. Bugun biz eFootball, ya'ni PES 2025 da o'ynab ko'ramiz. O'ynamiz. Mening kichkinagina akkauntcham bor. O'shani obzorini qilamiz. Qani bo'lmasam, gol. Sizlar ekran yaqinroq o'tirib olinglar. Ovqat yeb turganlarga yoqimli ishtaha. Oppa. Hujumda. Yo, oldindan men qaysi taktikada o'ynashimni aytib ketdim. Legendarniy 4-3-3. Hujum chizig'i. O'rta Gabriel Batistuta. Chap Kylian Mbappe. O'ng Lamine Yamal. O'rta chizig'i. Paul Zashni. Chapda Jude Bellingham. O'rta Musiala. Chap Rodri. Endi Zashni. O'rtada Upamecano va Virgil van Dijk. Chapda Saka. O'ngda Trent. Voratabon Diego Costa. Endi sizlarga zaxirani ko'rsatib qo'yamiz. Voratabon, Courtois, himoyaviy, Magalhaes, Josko, Kunde, Pedri, Vinicius, Foden, Palmer, Rafinha, Ferran. Haqiqiy guat. Real Madrid afsonasi Cristiano Ronaldo. Eng oxirgi o'yinchimiz Harry Kane. O'zlaring baho beringlar do'stlar. Mana men akkauntim shu. Kim men bilan birga bir o'ynamoqchi bo'lsa, aqli yetsa, o'sha kommentariyaga nikchasini yozib qo'ysin. Yana akkaunt pas bo'lib, men akkauntim bunaqa edi, degan gaplar bo'lmasin do'stlar. Tezda kommentariyaga o'tamiz, yozamiz, laykchani bosib, podpiskachani bosib qo'yamiz. Menga shu videodan bo'pti. Ko'p bas. 5 mingtalarga yig'ib beringlar. Keyingi videoda kim kommentariyaga yozsa, nikchasini yozgan bo'lsa bilan birga bir o'ynaymiz. Birga bir. Qani bo'lmasam, yo'q ketdi. Hammalaringga xayr, jonlaring sog' bo'lsin do'stlar. Umrlaring uzoq bo'lsin. Bo'pti. Like bosganlarga rahmat. Paddesh yoqib qo'yinglar. Olg'a Sakuro Boys.